Ana til demek, Uyg'urni sevmek. Ana til. Assalomu alaykum ummaq do'stlar. Ana til televiziyasining 13-soniga xush keldinglar. Men riyosatchi do'stlar Madina Absattar bo'laman. Bugungi programmamizda qanday qiziq mazmunlar bor? Sizlar yoqtirib ko'radigan Oltin beshik programmamizda Qozog'istonlik danglik bola cho'lpon Uyg'ur qizi nomli naqshlari bilan hammamizga tanishib bo'lgan Diyana do'stimiz bilan tanishib chiqaylik. Qinamsa ekranimizga marhamat. Assalomu alaykum Ana til televiziyasining ummaq ko'rurmanlari. Oltin beshik programmamizning bugungi sonida sizlar bilan birlikda yangi do'stlar Diyana Ro'zaxonova bilan tanishib chiqamiz. Amdil 8 yoshga kirgan Diyana Ro'zaxonova Qozog'istonning Olmaota shahrida dunyoga kelgan bo'lib, texi 2 yosh vaqtlarida so'z musiqa ovozi chiqqan hamon Diyananing ritmiga agishib harakat qilishlari, tatliq tillari bilan musiqaga agishib ovoz chiqarishlari bolalar bog'chasidagi o'qituvchilarning diqqatini tortgan. Diyana 4 yoshga kirgan yili 8-mart xonim qizlar bayramida o'tkazilgan kechilikka qatnashib, Uyg'ur bolalariga xos jasurligi bilan sahnaga chiqib, tatliq tillari bilan qozoq tilida naqshi aytib, qizg'in olqishga erishgan. Amdil 4 yoshga kirgan bu jasur qizning talantini bayqagan danglik yosh riyosatchi Dilshod Diyanaga mablag' selishning oqlani fikrligini his qilib, kichik do'stimizning san'at hayotidagi tunji qadami uchun nurg'un yaxshi sharoit yaratib berishga boshlagan. Orqadanla Dilshod qarindishimizning yordami bilan Diyananing Uyg'ur qizi nomli naqshisi ko'rinishga ilinib, san'at hayotidagi qadamlari boshlangan. Uyg'ur qizida ham naqsha, ham ko'rinish kirishtirilib, bu kichkina qiz Diyananing talantining texmi yaxshi namoyon qilinishi uchun cho'ng rol o'ynagan. Diyana bu natijalar bilan to'xtab qolishni xohlamay, fursat bo'lsa, kechiliklarga qatnashib, o'z talantini namoyon qilgach, texmi ko'p tajriba va bilim olishni davomlashtirgan. Bu harakatlar yolg'iz Diyana uchun emas, atrofidagi Uyg'ur do'stlarining o'z ona tilidagi naqshlarga bo'lgan qiziqishini qo'zg'agan. Diyana yana bir Uyg'ur rayonida o'tkazilgan san'at festivaliga qatnashib, ustozlarining yaxshi baholariga erishgan. Buningdan boshqa yana Diyana Do'ppi hayotiy to'rbitining 2017-yillik ichilishidagi naqshisini o'rinlab va 6-iyun bolalar san'at ko'rsatuviga qatnashib, nurg'un san'at ustozlarining diqqatini o'ziga tortgan. Diyana 2018-yildan boshlab Uyg'urlarning faxrli qizi, danglik naqshchi Soniya Ismoildan kasbiy jihatdan tarbiya olishga boshladi va san'at hayotida texmi ko'plab bilim oshirib, hozirgidan ko'p natijalarni olish uchun bel bog'ladi. Biz Ana til televiziyasidagi barcha xizmatchilar ummaq qizimiz Diyananing san'at hayotiga texmi ko'p utuq va xushallik tilaymiz.